Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanali kuzatuvchilari, Drabika, arava ishqibozlari va chorvador akalar. Xudo xolasa biz Nolondagi aravalar, Drabikalarimiz, mishalkalarimiz va mishalkan tayyorlaydigan aravalar haqida bir qisqacha bir ma'lumotlarni berib o'tamiz va narx-navolar haqida ham aytib o'tamiz. Hop, birinchi o'rinda aravamiz ko'rishlari mumkin. Hamma joy yangilikdan bo'ladi. 4 ta yaxshi balon qo'yilgan, mana ko'rishlari mumkin. Skuter yaxshi balondan qo'yilgan mana. Bemalol mana ikkita balonni bu yoqdan bu yoqqa mana. Burlar, juda ham oson, yetalashdan juda ham oson mana. Ko'rishlari mumkin ham bemalol bog'dorchilikka, uydagi issiqxonalarga, molxonaga yoki ojvozlarga ishlatsa bo'ladi. Bemalol. Ko'rishlari mumkin, plastikasi ham zo'r holatda sepilgan. Bortlari ham ikkita yonida ikkita bort, bitta orqada borti yechiladi. Agar kimgadir noqulaylik bo'lsa, buni yechib qo'yib, bortsiz holatda ham ishlatsa bo'ladi. Juda ham qulay mana. Juda ham qulay. Agar kimgadir mana ikkita balonni o'rtaga qilib bersin desa, mana buni ham qilib beramiz mana. Zakazga qabul qilamiz. Hop, aytib o'tdik razmerlarni 1.80 ga 1 metr bo'ladi. Agar kimgadir kichikroq yoki kattaroq razmerlar kerak bo'lsa, qilib beramiz. Aloqaga chiqsalang, xudo chiroyli qilib narxlarni kelishib beramiz. Hop, mana kimgadir mana menga bortimdan kerak emas, bortsiz bo'lsin desa, mana bortsiz varianti ham bor. Bu bortsiz narxi 2 million so'm, bortligining narxi 2,5 million so'm. Dastlabkasi joyiga qarab turib, manziliga qarab turib kelishgan holatda bo'ladi. Hop, Drabikalarimiz ko'rishlari mumkin. Hozir bizda eng arzon Drabika ham shu bo'lyapti mana, solingan joyi 4 burchak. Hop, razmerlar 50 bo'ladi, solingan joyi 4 xil nasabkasi bo'ladi. Ikkala donga ko'rishlari mumkin mana. Ikkala donga bo'ladi, yorma kepak, ikkala o'tga bo'ladi mana. Molbob, qo'ybob bo'ladi. Hop, bunimiz 220 ga ishlaydi. Alyumin motorligi bor 3 kilovat. 2 million 600 ming so'm. 3 kilovat mis motorligi bor 2 million 900 ming so'm. Xudo xolasa Xorazm Urganchgacha dastlabkasi bepul yetkazib beriladi. Hop, menga kattaroq kerak, kattaroq ob'yomdagi desa mana solinadigan joyi mana 60 bo'ladi, kattalashtirilgan. Hop, bu joylari ham qalin bo'ladi. Qalin shu gaz balondan bo'ladi. 18 bilan qalinligi. Hop, pichoqlari ham mana. Pichoqlari ham. Nekchan oporniga kuydirilgan kalyonli segment, old tomonlab ko'y. 9,5 kilo shu yaxshi pichoqlardan qo'yilgan. Xudo xolasa eng qiyin narsa pohol bo'lsa, poholni ham o'ylamasdan chiqaradi. Hop, bunimiz 4 kilovat bo'ladi motori, alyuminligi, 4 kilovat alyuminligi 3 million 600 ming so'm, 4 kilovat misligi 4 million so'm, dastlabkasi Xorazm Urganchgacha bepul. Bunisi bir 20 ta 25 ta mol qo'yga bo'lsa, bunisi 60-70 ta mol qo'yga mo'ljallangan. Xudo xolasa past raqamdan qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqarsa cheklanmagan miqdorda bor. Hop, mana ko'pchilik qiziqayotgan va ko'pchilik so'rayotgan mishalkamiz. Mol qo'yi ko'p akalarim uchun juda ham qulay narsa. Ko'rishlari mumkin. Qo'llari ham mana rezinkali bo'ladi, oddiy emas. Yaxshisidan qilingan bu ham. Bu odam solinadi, aralashtiradi, bo'lgandan keyin ochiladi, tushadi mana. Ko'rishlaringiz qo'lni yangilik bu ham. Yangilikdan bo'ladi, motorlari ham. Motori 3 kilovat 1,5 ming obrot mis bo'ladi, yangi bo'ladi. Reyturi ham 200 talik, bu ham yangi bo'ladi. 220 ishlaydi mana. 220 uch baza emas. Hop, bu yangilikdan bo'lgani 7 million 800 ming so'm ovorib berish bilan, kantnelisi bor, u 7 million 400 beramiz ovorib berishdan. Xorazm Urganchgacha. Bemalol mana 4 ta baloni bor, buni ham u yoqdan bu yoqqa yetilib yursa bo'ladi. Hali 2-3 kishi bo'lib, hali qiynalib, og'ir bo'lib ko'tarish shart emas. Juda ham qulay mana. Uyda og'ilxonani bo'y joyga borib ishlatsa bo'ladi. Hop, agar kimgadir bunaqa aravachalar ham bor, aravachalarni ichiga, ya'ni tagiga tushadigan qilib moslab shol qilib beramiz. Aravachalarni ham kimgadir misol uchun 1.5 bo'lsa, kimgadir 1.20 ga 1.80 qilib berilaveradi. Buni qilib beramiz, xudo xolasa aloqa qilsalang, razmerlarni qilib berilaveradi. Hop, ko'rdinglar mana aravani tushuntirdik, Drabikalarni tushuntirdik, mishalkani tushuntirdik, mishalkamiz aravasini tushuntirdik mana. Keyin mana bunaqangi ko'pchilik o'zi hozir biladi ham, ko'ryapti ham. O'zimizni YouTube'ga ham qo'yganmiz, Instagramga ham qo'yganmiz. Palatka bu. Nima uchun deb o'ylashingiz mumkin, bu o'sha Drabika chiqqan mahsulotda chang etmaydi, uvol qilmaydi. To'liq videolarni YouTube'ga ham joylaganmiz, Instagramda ham bor. Hop, bunimiz narxi 300 ming so'm.
dastlabkisi bepul, shuning ichida boradi. Xo'p, mana ichkarida cheklanmagan miqdorda drabkalarimiz bor. Xudo xolasa, past raqamda qoldirib ketamiz, aloqaga chiqarsa, chiroqlarni qilib beramiz. Uylarigacha olib borib, ishlab berilgandan keyin to'lovlar, eng asosiysi borgandan keyin to'lov qilinadi. Xo'p, aytib o'tib ketaylik, buni ham xudo xolasa hozir Qirg'izistonga tayyorlab qo'yganmiz, chiroqli qilib mana qalgalab. Kattasidan bu yoqda mana 3 bazalik, vakuumli 11 kilovat 3 baza, bu yoqda mana 2600 million aprillarimizni ham qalgalab qo'yganmiz. Ularning hammasini xudo xolasa ertangga Qirg'izistonga chiqaveramiz. Aloqaga chiqarsa, xudo xolasa, chiroq kelishib beriladi.